Talabalik paytimiz nima yangi kino chiqsa, hardga yig'ib qo'yaverardik-da. O'zimga shart qo'yardim. Falon kitoblar o'qib tugatganingdan keyin, falon ishlar tugatganingdan keyin haloling bo'lsin, bosib ko'rasan. Va bir oyda bir marta bizda movie day degan kunimiz bo'lardi. Bir oyda bir marta faqat kino ko'ramiz. O'qimaymiz, hech narsa qilmaymiz. Chunki nafsda ham haqqi bor, uni xohlagan berib turish kerak, bo'lmasa bir isyon qiladi. Yerga bir urat qaytib tura olmay qolasiz. O'shaning uchun bu bilan sulh tuzishni o'rganish kerak. Bilasizmi, qayerda o'rganganman? Bir kitob qo'limga tushgan. Fariddin Attor Hazratlarining Tazkiratul Avliyo degan kitoblar. Shunda o'qigandim. Zunnun Misriy rahmatullohi alayhi degan bir buyuk avliyo zot o'tgan Misrdan. Zunnun degan baliq egasi degan. Shu kishining hayotida bo'lgan bir voqea bor. Bir kuni Zunnun Misriy Hazratlari nafsi qatiqli osh yegisi keldi. Bermadi. Yana yegisi keldi, yana bermadi. Shunaqa qilib 7 yil qatiqli osh yemadi. 7 yil o'tgandan keyin nafsi birdan isyon qilib, bor kuchini to'plab qatiqli osh yegisi keldi. O'shanda bir mayli deb shart qo'ydi. Xo'p, hozir nafsim 2 rakat namoz o'qiyman. Shu 2 rakat namozda Qur'oni Karim to'liq xatm qilib chiqaman deb o'ziga o'zi shart qo'ydi. Bu hammaga ham emas, ruhiy quvvati juda ulug' bo'lgan, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bir vali bandalarga beriladigan daraja. Nafs shu qadar xohlab turgan qattiq oshdi, xo'p deb namozga turdilar. 2 rakatda to'liq xatm qilib chiqdi. Ko'ngli yana ham sokin bo'lib qolgan. Yo'q, baribir yemayman deb aytdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin eshik taqilladi. Eshikni ochsalar, bir odam qo'lida qatiqli osh bilan turibdi. Zunnun Misriy sizmisiz? Ha, menman. Sizga qatiqli osh olib keldim. Yo, men yemayman buni. Yeysiz ekan deydi. Kim aytdi desa? Boyaroq ko'zim bir ilingan ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom tushunda ko'rdim. Zunnun Misriyga qatiqli osh olib borgin va unga aytdi. Nafsi bilan bir muddat sulh tuzsin deb aytdi deydi. Shunday zot aytgan ekanlar. Itoat qilmaymizmi deb yig'lab qatiqli osh yegan ekanlar-da. Nafsimiz bilan sulh tuzishda biz unga shart qo'yishimiz kerak ekan. Avliyolar bilan bizning farqimiz bilasizmi nimadan? Biz nafsimizga qulmiz. Uni aytganini labbay deb bajaramiz. Ularda teskarisi. Nafsi ularga qul. Xohlagancha o'ynatadi, xohlagan ishini qildiradi.